Assalomu alaykum hammaga. Bu qirg'inchi normativ. Qirg'inchi normativga men's and women's fashion chiqarishimiz kerak ekan. Bunga 12 minut vaqt berilgan. O'sha vaqt cho'zmasdan boshladik. Xo'p, yo'q. ichiga anchor tag yozib, anchor tag deb yo'g'iga uni kiritib va bu yoqqa women fashion deb yozamiz. Women's fashion bo'lishi kerak. Undan keyin anchor tag tagidan, anchor tag ichidan ekan. Anchor tagning ichidan hozir qayerga yozdim men? To'g'ri yozibman. Uzr. Vaqtimiz ko'p, o'shaning uchun shoshmasdan yozyapman. Hop, undan keyin span deymizda, span nuqta class arrow icon bo'lsin. Icon. Enter bosib, buni aniq qo'yamiz. Anchor tagini tashqarisidan, liniya tashqarisidan ham yana bitta li ochamiz. Uni ichiga yana bitta anchor tag ochamiz-da. Bundoq qilib, unga endi men's fashion deb yozamiz. Men's fashion ichiga kirgandan keyin yana span klassini arrow icon bo'lsin, ikkalasi ham. Arrow icon bo'lsin-da. Yana aniq qo'yamiz. Endi style'ga o'tamiz. Style'da nuqta sidebar deymizda, width 250 background white bo'lsin. Undan keyin height 100 faqat VH bo'lsin ekan. Keyin border right 1 pixel solid white deymiz. Keyin nuqta sidebarni ichida ULga sidebarni ichida ULga vaqtimiz hali ko'p ekan. Sidebarni ichida ULga esa nima deymiz? List style non bo'lsin. Non heading 0 margin 0 berib, pastdan yana sidebar ichidagi liga stil beramiz. Va uning ichida faqat border radius, border bottom bo'lsin ekan. Border bottom 1 pixel solid white. Qalin bo'lsin, 1 pikselli bo'lsin, keyin oq bo'lsin ekan. Borderning pasti nuqta sidebarni anchor tagi. Anchor tagiga ko'proq yozamiz ekan. Display flex, justify content space between. Undan keyin align item center. Padding 15 ki ana 20 piksel ekan. Endi bu yerdan text decoration qanaqa ekan? Non bo'lsin ekan. Bu ham endi color misol uchun ko'k tanlab qo'yamiz. Shuni pastga tushib font family sans serif bo'lsin. Undan keyin
font weight 500 bo'lsin. Font weight 500 qildik. Endi pastdan nuqta sidebarni ichidagi line hover background white bo'lsin. Endi arrow iconni font size 18 piksel bo'lsin ekan. Hop, color blue ekanda. Hop, buni rang qilib ko'ramiz. Vaqtimiz bo'lsa, 6 vaqtimiz bor ekan. Buni rang qilamiz va natijasini ko'ramiz. Natija quyidagicha bo'ldi. Chunki orqa fonini hozir o'zgartirib qo'ysam ham bo'ladi. Xo'p, sayt bilan o'rab turgan narsa sidebarga bermadik-da, sidebar hover backgroundni mana bunday qilib qizillashtirib qo'yamiz. Bitta refresh qilsak ham o'xshamadi. Bo'lsam, men hali vaqtimiz ko'p. 6 minut vaqtimiz bor mana. Lekin buni bundoq qilib 5 piksel qilib qo'ysamchi. Yana boshqatdan rang qilamiz. Natijani ko'ramiz. Natija quyidagicha. Yaxshiga o'xshaydi, lekin unchalik zo'r emas bilaman, chunki men front-endchi emasman. Shu bilan 43 normativ o'z nihoyasiga yetdi.